Bobur tun bo'yi turli o'y-xayollar og'ushida tong ottirdi. Uning qalbini allaqanday shirin hayajon va iztirob aralash tuyg'ular qamrab olgan. Ko'ngli esa bir lahza ham osoyishtalik topolmayotgandi. Oradan ko'p o'tmay Malika opa yangi tug'ilgan farzandi bilan tantanali ravishda uyiga qaytdi. Ularni qarindosh-urug'lar, yaqinlar va qo'ni-qo'shnilar samimiy quvonch bilan kutib olishdi. Ular orasida Osiyo ham bor edi. O'sha kuni u uzun, mayda liliya gullari bilan bezatilgan nafis oq libos kiygandi. Uni ko'rgan har qanday kishi Osiyoni go'yo italyan qizlarga qiyoslagan bo'lardi. Uning latofati va tabiiy go'zalligi yanada yorqin namoyon bo'lib, atrofdagilar nigohini o'ziga tortardi. Bobur Osiyoni allaqachon chin qalbdan sevib qolgan. Ammo o'sha kun qizni ko'rgan lahzada yuragida yana bir bor muhabbat uyg'ondi. Go'yo avvalgi tuyg'ular yangidan alanga olgan, ko'nglini butunlay zabt etganda. Malika opaning xonadoni endi chillalik uy hisoblanadi. Bobur esa opasi va jiyanini ko'rgani kelishni bahona qilib, deyarli har kuni ularni uyiga qatnaydigan bo'ldi. Har gal kelganda ko'zi beixtiyor Osiyoni izlar, uning uy tomoniga termulib qolardi. Ba'zan esa opasiga ehtiyotkorlik bilan qiz haqida savollar berib qo'yardi. Bu holatni sezgan Malika opa ukasining ko'nglida qandaydir tuyg'ular jo'sh urayotganini anglab yetdi va uning niyatini ma'qulladi. Aslida Malika opa Osiyoni ko'p yillardan beri taniydi. Qizning odobi, hayosi va tarbiyasi uni hamisha havaslantirgan. Osiyo nafaqat go'zal, balki fe'l-atvori bilan ham ko'pchilikning hurmatini qozongan qizlardan edi. Shu tariqa kunlar o'tdi. 3 oydan ortiq vaqt ham ortda qoldi. Biroq Boburning muhabbati kamayish o'rniga kundan kunga ortib borardi. Uning fikr va xayoli tamoman Osiyo bilan band. Qizning kulgusi, nigohi, hatto oddiy bir so'zi ham yigitning qalbida uzoq aks-sado berardi. U muhabbatning sehri va ayni paytda ojiz qiluvchi tuyg'ularga butunlay mubtalo bo'lib qolgandi. Bu orada Osiyoning qalbida ham muhabbat urug'lari nish ura boshlagandi. Dastlab sezilmasdek tuyulgan bu hislar sekin-asta kuchayib, nihol misol ildiz otayotgandi. Boburni ko'rgan paytlarda uning yuragi tezroq urardi. Hayajon tufayli ba'zan tili kalimaga kelmay qolardi. Qiz yigitni uzoqroq kuzatib turishni istar, biroq buni hech kimga sezdirmasdi. Shunday qilib ikki yoshning qalbi orasida hech kim ko'rmaydigan, hech qanday rishtaga bog'lanmagan, ammo nihoyatda mustahkam bir bog'liqlik paydo bo'layotgandi. Ular buni to'liq anglab yetmagan bo'lsalar-da, qalblari bir-biriga tobora yaqinlashib borardi. Boburning muhabbati esa kundan kunga alangalanar, ba'zan uning qalbida jo'sh urayotgan tuyg'ular shu qadar kuchayib ketardiki, yigit hammasini Osiyoga aytib berishni, yuragidagi sirlarni birma-bir oshkor qilishni istardi. Ammo muhabbat bilan birga kelayotgan hayajon va ikkilanish uni yana sukut saqlashga majbur etardi. Shu bois u hislarni qalbining eng nozik va eng sirli burchagida asrab yashardi. Bobur bo'sh vaqt topgan har bir lahzada Osiyoning suratiga uzoq tikilib o'tirardi. Ba'zan esa suratga shunchalik mahliyo bo'lib qolardiki, go'yo qarshisida oddiy tasvir emas, balki Osiyoning o'zi turgandek tuyular, qiz bilan xayolan suhbatlashar, qalbida tug'ilgan his-tuyg'ularni, orzu va rejalari haqida gapirib berardi. Osiyoning surati Bobur uchun oddiy bir rasm emas, yuragining eng nozik xazinasiga aylangan edi. Uni go'yo qalbi ostida, eng muqaddas joyda asrardi. Yigit o'z qalbining barcha eshiklarini qiz uchun ochib qo'ygan, bu muhabbatda esa na manfaat, na hisob-kitob, na yolg'on bor edi. Unda faqat soflik, samimiyat va beg'araz mehr hukm surardi. Bobur har kuni o'zining kelajak haqidagi rejalari, ezgu niyatlari va yuragidagi eng nozik tuyg'ularni xayolan Osiyoga qayta-qayta aytar. Bu hol sekin-astalik bilan uning kundalik odatiga, hattoki hayotining ajralmas qismiga aylanib ulgurgandi. Ba'zan shunday tuyulardiki, muhabbat qanchalik pok bo'lsa, uning qudrati ham shunchalik cheksiz bo'lardi. Go'yo Boburning qalbidan chiqayotgan bu samimiy hislar Osiyoning yuragiga ham yetib borayotgandek edi. To'g'ri. Ular hali bir-birlari bilan ochiqchasiga gaplashib olishmagan. Bir-birlari haqida yetarlicha ma'lumotga ham ega emasdilar. Bobur qiz haqida ozmi ko'pmi bilardi, biroq Osiyo Bobur haqida deyarli hech narsa bilmasdi. U faqat Malika opadan ukasi haqida ayrim gaplarni eshitgan xolos.
Ammo qizning qalbida tug'ilgan ko'plab savollar hanuz javobsiz, sirli va mavhumligicha qolayotgandi. Shu tariqa kunlar bir-birini quvib, oradan qariyb yarim yil vaqt o'tib ketdi. Bu davr ichida Osiyo ham kollejdagi tahsilini muvaffaqiyatli yakunladi. 9-sinfni tamomlagach, tibbiyot kollejiga hujjat topshirgan va o'qish davomida o'zining tirishqoqligi, intilishi hamda bilimga chanqoqligi bilan ajralib turib, uni qizil diplom bilan bitirishga muvaffaq bo'lgandi. Endilikda esa qiz hayotining yangi bosqichi, ya'ni 18 yosh deya ataluvchi mas'uliyatli va unutilmas davrni qarshi olish arafasida turardi. 3-iyul tongi edi. Ufqda quyoshning ilk nurlari ko'rina boshlagan, tabiat esa yangi kunni qarshi olishga hozirlik ko'rayotgandi. Osiyo o'ziga yarashgan, sodda, ammo nihoyatda did bilan tanlangan libosini kiyib, so'nggi imtihonini topshirish uchun tayyorlanardi. Egnidagi libos uning husniga husn qo'shib, tabiiy go'zalligini yanada oshib berardi. Go'yo toyning musaffoligi va qizning latofati bir-birini to'ldirib turardi. Hayotda ba'zan tasodif deb ataydigan hodisalarimiz aslida tasodif bo'lmasligi mumkin. Chunki har bir uchrashuv, har bir ayriliq, har bir quvonch va sinov Yaratganning hikmati ila inson taqdiri sahifalariga allaqachon bitib qo'yilgan. Ba'zan qochishga urinayotgan manzilimiz ham, intilib borayotgan yo'limiz ham aynan taqdirimizning o'ziga eltadi. Osiyo uydan chiqishdan avval ota-onasi va yaqinlarining duosini oldi. So'ng imtihon hayajoni bilan hovliga qadam qo'ydi. Ammo tashqariga chiqqan zahoti uning nigohi kutilmaganda allaqachon qalbida alohida o'rin egallashga uringan Boburga tushdi. Shu lahzada qizning yuragi odatdagidan tezroq ura boshladi. Hayajon va quvonch aralash tuyg'ular uning butun vujudini qamrab oldi. Bu uchrashuv oddiy bir tasodifmi yoki taqdirning navbatdagi nozik ishorasimi? Buni esa hali vaqtning o'zi ko'rsatadi. Bobur o'sha kuni odatdagidan ancha erta uyg'ondi. Opasi va jiyanini shifokor ko'rigiga olib borish kerak. Malika opa allaqachon tayyor bo'lib turardi. Bobur biroz kechikkanligi uchun opasidan yengilgina dakki eshitib ham oldi. U jiyanining kerakli buyumlarini mashinaning orqa qismiga joylayotgan paytda ochiq eshik tomonga beixtiyor qaradi. Qaradi-yu, yuragi bir lahzaga to'xtab qolganday bo'ldi. Qarshisida uning qalbini allaqachon zabt etgan pinhon sevgisining egasi Osiyo turardi. Boburning lablarida beixtiyor tabassum paydo bo'ldi. Osiyo ham ularga muloyimgina salom berib, yo'lida davom etmoqchi bo'ldi. Shu payt Malika opaning xayoliga kutilmagan bir fikr kelib qoldi. Osiyo, qayerga ketyapsiz? Osiyo, qayerga ketyapsiz? Agar o'qishingizga bo'lsa, biz ham o'sha tomondagi shifoxonaga ketayotgandik. Istasangiz birga olib ketamiz, dedi u samimiy ohangda. Osiyo Boburni ilk ko'rgan zahotidan beri hayajon ichida edi. Yuzlariga mayin qizillik yugurdi. Yo'q, biroz kalovlanib dedi. Rahmat Malika kelinoyi, o'zim yetib olaman, dedi sekin. Ammo Malika opa ukasining qalbida qanday tuyg'ular yashayotganini yaxshi sezardi. Balki shu qisqa yo'l ularga ozgina bo'lsa-da suhbat imkonini berar. Osiyoxon, baribir bir tomonga ketayotgan ekanmiz, yuravering, dedi yana mehr bilan. Bu safar Bobur ham suhbatga qo'shildi. Ha, Osiyo, tashlab o'tamiz, xijolat bo'lmang, dedi u. Osiyoning ichida esa butunlay boshqa kurash kechayotgandi. U Bobur gapirmasligini, oraga aralashmasligini Yaratgandan so'rab turgandi. Chunki Bobur bir og'iz gapirsa rad etishga kuch topolmasligini bilardi. Aslida esa ularning mashinasiga chiqishni, aniqrog'i Bobur bilan bir necha daqiqa bo'lsa-da birga bo'lishni juda istardi. Nihoyat Osiyo rozi bo'ldi. Shu onda Boburning qalbiga sig'magan quvonch go'yo osmonlarga ko'tarildi. Uning uchun bu oddiy yo'l emas edi. Bu sevgan insoni bilan bir mashinada, bir havodan nafas olib boradigan ilk daqiqalar edi. Osiyoning yuragi ham bejiz hayajonda emas edi. İlk bor Bobur bilan 5 daqiqadan ortiq bir joyda qolishni o'ylab, ich-ichidan cheksiz quvonardi. Ba'zan insonning eng katta baxti boshqalarga oddiy tuyuladigan lahzalarda yashirin bo'ladi. Mashina asta yo'lga tushdi. Ichkarida sukut hukm surardi. Ammo o'sha sukutning o'zi minglab aytilmagan so'zlardan ham mazmunliroq edi. Ularning holatini kuzatib turgan Malika opa esa jilmayib qo'ydi. So'ng ichida hech kim eshitmaydigan darajada pichirladi. Ilohim, baxtli bo'linglar. Xullas, Malika opa suhbatni boshlab berdi.
Osiyodan o'qishi, qiziqishlari va hobbilari haqida bir-ikki savol berdi. Osiyo esa odatdagidek muloyimlik bilan biroz uyalib javob qaytardi. Dunyo yaralibdiki, ikki oshiqning qalbi bir-birini ko'rganda hayajonga tushadi. Nigohlar esa tilsiz bo'lsa-da, qalblarning eng samimiy tarjimoni bo'la oladi. Majnun Laylining ko'zlariga termilgani kabi, oshiq qalb ham sevgan insonining nigohidan taskin izlaydi. Bobur ham mashina oynasidan zimdan Osiyoga qarab qo'yardi. Uni yonida o'tirganiga, bir manzil sari ketayotganiga go'yo hali ham ishona olmasdi. Shu onlarning tugashini istamas, manzilgacha bo'lgan yo'l yanaday uzoqroq bo'lishini tilardi. Osiyoning qalbida ham xuddi shunday tushunarsiz, ammo yoqimli hislar jo'sh urardi. Ular yo'l davomida o'qish haqida bir-ikki og'iz gaplashishdi xolos. Ammo ba'zan eng uzun suhbatlar ham birgina nigoh aytgan gapchalik ma'no berolmaydi. Ko'p o'tmay ular Malika opani shifoxonaga olib kelishdi. Bobur Osiyoning qo'llari yengil titrayotganini, yanoqlari esa qizarib ketganini sezdi. Bu hayajonni qiz yashirishga harakat qilardi, ammo oshiq qalb bunday mayda o'zgarishlarda ham ilg'ab oladi. Malika opa jilmayib qizga qaradi. Osiyo, bilasiz-ku, navbat olishim kerak. Erta tongdan odam ko'payib ketadi. Kechgacha qolib ketishimiz mumkin. Shuning uchun sizni o'qishingizga Bobur tashlab qo'yadi. Osiyo bir lahza kalovlanib qoldi. Shart emas, opa. O'zim ham yetib olaman. Malika opa kulimsiradi. Yo'q, Osiyo, Bobur olib boradi. Shunday deb u shifoxona tomonga yurib ketdi. Endi mashinada faqat ikki qalb qolgandi. Bir-biriga pinhona maftun bo'lgan, ammo hislarni yashirib kelayotgan ikki qalb. Manzilgacha taxminan 25 daqiqalik yo'l bor. Bobur rulga tikilgancha bir necha soniya sukut saqladi. Yuragi ko'ksiga sig'masdan urardi. Balki bunday imkoniyat boshqa hech qachon bo'lmasligini his qilardi. Nihoyat u asta gap boshladi. Osiyo, sizga bir gap aytmoqchiman. Qiz jim tingladi. Bilmayman, biz yana shunday holatda yonma-yon qolamizmi, yo'qmi? Yana shunday imkoniyat bo'ladimi, bo'lmaydimi? Lekin anchadan beri qalbimda saqlab kelayotgan gapim bor. Osiyo yuragining urishi tezlashganini his qilib turardi. Sekin bosh irg'adi. Qanday gap? Bobur chuqur nafas oldi. Go'yo shu nafas bilan yillar davomida ichiga yutgan hislarni ham chiqarib yubormoqchidek. Bilasizmi? Men bir qizni juda qattiq yoqtirib qoldim. Mashina ichini yana sukunat qopladi. Hali ham tushunmayman. U qiz qalbimga qachon kirib keldi? Qanday qilib kelajak haqidagi barcha orzularimga qo'shilib qoldi? Qachon men o'z maqsadlarimni tasavvur qilsam, uning siymosi ham yonimda paydo bo'ladigan bo'ldi. Boburning ovozi tobora mayillashib borardi. Men har kecha u bilan gaplashaman. Kelajakdagi rejalarimni aytaman, sirlarimni aytaman. Ba'zan charchaganimda, ba'zan mahzun bo'lganimda ham xayolimda o'sha qiz bilan suhbatlashaman. Va g'alati tomoni shundaki, shu suhbatlardan keyin o'zimni yengil his qilaman. U qisqa qilib kulib qo'ydi. Go'yo u meni tinglayotgandek, go'yo meni tushunayotgandek. Osiyo indamadi. Ammo yuragida g'alati bir og'riqni his qildi. Bobur davom etdi. Men hayotimda hech qachon bu darajada sevib qolaman deb o'ylamagandim. Lekin endi bir savol meni qiynaydi. U bir lahza sukut qildi. Men har kecha qalbim egasi bilan xayolan gaplashaman. Unga barcha hislarimni aytaman. Sizningcha qalbim sohibasi buni his qilarmikin? Osiyoni yuragi birdan siqilib ketdi. Ko'nglining bir chetida esa alamli bir o'y paydo bo'ldi. Bu qiz men emasman. Ammo keyingi soniyada Boburning navbatdagi so'zlari uni butunlay o'ziga keltirdi. Bobur ilk bor ko'zlarini qizga qaratdi. Nigohlar to'qnashdi va u sekin dedi. Osiyo, bilasizmi? Men kelajakda yonimda sizning bo'lishingizni istayman. Osiyoning nafasi ichiga tushib ketdi. Bobur esa davom etardi. Men butun umrimni siz bilan o'tkazishni istayman. Har kecha suratingizni qo'limga olib ayta olmagan gaplarimni aytaman. Quvonchlarimni ham, dardlarimni ham siz bilan bo'lishaman. Ba'zan soatlab suratingizga termulib qolaman. Uni ovozi titrab ketdi. Balki bu sevgi qachon boshlanganini bilmasman, lekin bir narsani aniq bilaman.
Bobur ko'zlarini Osiyodan uzmadi. Qalbim sizni tanlab bo'lgan Osiyo. Mashina tashqarisida hayot odatdagidek davom etardi. Ammo shu lahzada ikki qalbning taqdiri o'zgarayotgandi. Chunki ba'zi sevgilar bir kunda tug'ilmaydi. Ular uzoq vaqt sukutda yashaydi, nigohlarda yashaydi, duo bo'lib yashaydi. Va nihoyat bir kun kelib qalbning eng chuqur joyidan chiqib so'zlarga aylanadi. O'sha so'zlar esa insonning butun umrini o'zgartirib yuboradi. Osiyo jim turardi. Gapirishdan ko'ra sukutni afzal bildi. Ba'zan qalbda kechayotgan tuyg'ularni hech bir til ifoda etolmaydi. Shunday lahzalar bo'ladiki, sukutning o'zi minglab so'zlardan ham balandroq jaranglaydi. Qizning qalbi shu damda ilk bor sevish va sevilish hissi bilan yuzma-yuz kelgandi. U Boburning bunday samimiy iqrorini aslo kutmagan. Axir, u Boburni allaqachon hech qanday g'arazsiz, hech qanday manfaat kutmasdan, hech kimga bildirmay sevib ulgurgan edi. Bu sevgi na sovg'alar, na shirin va'dalar bilan boshlangan emas. Bu sevgi Boburning odobi, ibosi, mas'uliyati va qalbidagi poklikka oshno bo'lgan sayin sezdirmaygina Osiyoning qalbiga ildiz otgandi. Bir necha soniya ichida qizning xayolidan minglab tasvirlar o'tdi. Go'yo u Bobur bilan birga qurilajak xonadonni ko'rdi. Bir dasturxon atrofida kulayotgan baxtli oilani, bir-biriga suyanch bo'lib yashayotgan ikki qalbni, yillar o'tib ham mehrlari so'nmagan ikki insonni ko'rdi. Va shu tasvirlar ichida o'zi bilmagan holda jilmayib ham qo'ydi. Ammo lablari sukutda. Bobur esa bu sukutni boshqacha tushundi. Nahotki uning qalbida boshqa birov bo'lsa? Bu o'y yuragini bir lahzaga muzlatib qo'ydi. Ammo keyingi ondayoq Osiyoning kipriklari orasidan sirg'alib tushgan bir tomchi yosh Boburning barcha shubhalarini yuvib ketdi. Bu oddiy yosh emasdi. Bu qalbning javobi edi. Bobur beixtiyor qizning ko'zlariga tikildi. Osiyoning qop-qora, yirik ko'zlari xuddi cheksiz osmon singari tubsiz edi. Go'yo u ko'zlar: "Men ham sizni kutgandim. Men ham siz bilan umrimni o'tkazishni istayman. Faqat buni aytishga jur'atim yetmayapti." Shunday deb turardi. O'sha lahzada ular hech narsa demadilar, lekin qalblar bir-birini allaqachon eshitib bo'lgandi. Ammo taqdir hali bu ikki oshiqning qo'llarini bir-biridan ayirish uchun qanday sinovlarni hozirlab qo'yganini ular bilishmasdi. Ular oldinda qancha ko'z yoshlar, qancha hijron, qancha sabr va qancha duo borligini tasavvur ham qilish olmasdi. Ular bilishmasdi. Bir kun kelib taqdir ularni bir daryoning ikki irmog'iga uloqtiradi. Biri o'ng sohilda qoladi, biri chap sohilda. Bir-birini ko'rib turishadi, ammo yetolmaydilar. Shu o'ylar orasida mashina Osiyoning universiteti oldiga ham yetib kelgandi. Vaqt esa ularning suhbatini shafqatsizlarcha yakunlayotgandek edi. Bobur mashinani to'xtatdi. Qiz eshikni ochishga qo'l uzatganda yigit ohista uni to'xtatdi. Osiyo. Qiz ortiga qaradi. Boburning nigohida iltijo bor edi. U chuqur nafas olib sekin gap boshladi. Sizdan hech qanday javob kutmayman. Sizni xijolatga qo'yishni ham istamayman. Menga hozircha ha yoki yo'q deyishingiz shart emas. Bir lahza sukut saqladi, so'ng davom etdi. Men sizni ilm yo'lingizdan chalg'itishni istamayman. Siz bilan yashirincha uchrashishni ham taklif qilmayman. Men sizni orzularingizga, ota-onangizning ishonchiga hurmat bilan qarayman. Boburning ovozi titrab ketdi. Men faqat bitta narsani bilishingizni xohlayman. U ko'zlarini Osiyodan uzmasdi. Men bugun aytgan har bir so'zni qalbimdan aytdim. Bu hislar vaqtinchalik hayajon emas. Bu shunchaki havas emas. Men sizni umr yo'ldoshim sifatida tanladim. Yigitning ko'zlari namlandi. Alloh nasib qilsa siz bilan dunyoda halol nikohda yashashni istayman. Uni ovozi pichirlashga aylandi. Va Robbim bizni jannat bilan mukofotlasa, hatto jannatda ham siz meni umr yo'ldoshim bo'lishingizni istayman. Mashina ichini chuqur sukut qopladi. Osiyo ko'zlarini pastga qaratdi. Yuragi shunchalik tez urardiki, go'yo butun olam uning yurak urishini eshitayotgandek. U sekin dedi. Men sizni tushundim. Yana bir lahza sukut. Endi imtihonimga kech qolmay. Qiz asta mashinadan tushdi. Bir necha qadam yurdi. So'ng nimadir uni ortiga qayrilishga majbur qildi. Ortiga qaradi.
Bobur hali ham unga termilib o'tirardi. Osiyo lablarida juda mayin, ammo juda uyatchan tabassum paydo bo'ldi. Bu oddiy tabassum emasdi, bu so'zsiz aytilgan bir iqror. Go'yo u tabassum "Men ham sizni yoqtiraman" deya pichirlayotgandek edi. Bobur esa o'sha birgina tabassumni umrining eng qimmatli xotirasi sifatida qalbiga muhrlab oldi. U hali bilmasdi. Aynan shu tabassumni eslab, hijronning eng og'ir tunlarida ham yashashga kuch topishini.